Hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Bu rolikda sizlarga xush xabar bilan chiqdim. Hozir yangi obyekt olganmiz do'stlar. Babketdan tortib Gustinchniy ekskavatorgacha ish bor. Pogruzchik, JCB'lar bor. Yangi obyekt, xullas yangi texnikalar, opitda xullas do'stlar. Yaxshi bolalar bo'lsa, rus tilini gaplashib biladigan bolalar bo'lsa, taklif qilamiz. Lutfan do'stlar, kelib mana shu obyektda pul ishlasanglar bo'ladi. Rolik davomida aytib o'taman, undan oldin do'stlar, mana shu rolikka maksimalniy darajada like bosib, komment yozib, ko'proq podpis qilib qo'yinglar. Gruppa bo'lishi mumkin, boshqa joylardan podpis qilib qo'yinglar. Oyliklarni ham aytib o'taman do'stlar, 150-160 dan boshlanadi. Sredniy boshlanish oyligi. Dalish agar yaxshi ishlasangiz 180, 200, 220, 250 minggacha pul ishlab bilasizlar bu obyektda. Ish grafiklari do'stlar 8 dan 8 gacha, adres esa Moskvaning o'zida bo'ladi. Kimga ma'qul kelsa, mana shu yerda hozir nomer qoldirib o'taman. Rus tilini biladigan bolalar telefon qilasiz. Bu yerda obuchina do'stlar yo'q. Shogirdlikka bu yerda tusha olmaysiz. Bu realniy tayyor obyekt. Kim masalan hozir videoda ko'rib tursiz. Shu darajada masalan ishlab biladigan bolalar bo'lsa, kelib bu yerga ishni boshlasangiz bo'ladi sirazi. Oylik 100% garantirovana. Bu firmani necha yillar davomida masalan Genstroy kompaniya bo'ladi. Necha yillar davomida reklama qilib o'taman. Aldov yo'q bu firmada. Agar ichib chekib o'zingiz parod qilib qo'ymasangiz, o'g'irlik qilmasangiz, va время masalan ishga chiqib ishlasanglar, xullas muammo yo'q puldan. Mana videolardan ko'rib o'tinglar, necha yildan beri bolalar qancha odamlar bu yerga meni orqamdan kirib ishlab o'tiribdi. Hech kim shu vaqtgacha bu firmadan norozi bo'ldi. Masalan chiqmagan yo bo'lmasam kimdir masalan chiqqan bo'lishi mumkin, yoki komment yozishi mumkin. No kimdir masalan ishkal qilib qo'yadi, u qilib qo'yadi, bo'lib turadigan narsa bu obyektda bo'lib turadi bu narsa. Kimdir texnikaga zarar berib qo'yadi qandaydir. Shuning uchun do'stlar maksimalniy darajada podдержка qiling. Ishsiz yurgan vatandoshlarimiz mana shu obyektga kelib ishlasinlar, pulli bo'lsinlar. Agar sizda желаниеңiz bor, bu sferaga kirmoqchi bo'lsanglar do'stlar, o'rganishni yo bo'lmasam hujjatlarini, pravolarni olishni xohlasanglar do'stlar, biz sizga yordamchi bo'lamiz. Boshidan to oxirigacha hujjatlarni birinchi olasiz, keyin esa shogirdlikka tushasiz. Shogirdlikka tushish muddati do'stlar 10 kun bo'ladi. Rolikni shuning uchun oxirigacha ko'rsangiz, hozir shu yerda o'zimni lishniy o'zim nomerimni ham qoldirib o'taman. WhatsApp orqali bog'lanib, bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Faqat WhatsApp orqali. Hamma qiziqtirgan savollarga sizga etap-etap javob berib boraveraman. Переписка bo'lishi mumkin, yoki голосовой orqali masalan sizga tushuntirishim mumkin. Iloji boricha WhatsApp orqali mana ko'rib tursiz nomerim ham bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bundan oldin qoldirib o'tdim. Bu nomerga telefon qilib Zafar bormi deb meni so'rasham shart emas. Meni nomerim do'stlar ana. Kimda qanday savol bo'lishi mumkin? Dekabr oyiga do'stlar yozilmoqchi bo'lsanglar, hozirdan qabul qilamiz. Bemalol где-то 1,5 oy vaqt ketadi, 1,5 может 2 oy vaqt ketishi mumkin. Hal qilib beramiz. Agar kimga kim hujjatlarni olaman deb yurgan bo'lsa, qiziqishi bor bolalar bo'lsa, o'rganish, ishga tushish hammasiga o'zimiz qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Shuning uchun do'stlar maksimalniy podдержка, like bosing do'stlar, podдержка qilib qo'yinglar. Ko'p vaqt bo'ldi. Bir imorat olib, shu remontlari bilan shug'ullanib, xullas YouTube'ga umuman vaqt bo'lmay qoldi. Endi esa do'stlar, xudo xolasa hammani bir quvontirib, bir manfaatli, yaxshi roliklar chiqarib, xudo xolasa turamiz. Undan oldin do'stlar, mana shu obyektimiz hozir sizni kutib turibdi. Texnikalarni ko'rsatib o'tdim. Rus tilini biladigan boshlang'ich o'pitam, sredniy o'pitam bu obyektga bo'lmaydi. O'pitimiz shu darajada yaxshi bo'lsa, 1 yil bo'lishi mumkin, может 3 yil bo'lishi mumkin. Aldab kelish ham shart emas, 5 yillik, 10 yillik o'pitim bor deb turib, obyektga kelasiz, ko'rasiz, ishlab turib. Xullas shunday ekan, akalar, bemalol kelib ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Lutfan sizni taklif qilamiz. Shunday ekan, obyektimizga keling agar ishlash niyatingiz bo'lsa. Bundan keyingi masala do'stlar, kimda kim agar granitsa chiqmoqchi bo'lsa, lyuks, даже premium klassda mashinalarimiz bor. Ekonomdan tortib lyuks, premium, даже biznes klass masalan deyishimiz mumkin. Shu darajada mashinalarimiz bor. Bemalol har bir odamning ko'ngli nozik, masalan, aka-ukalarimiz bo'lishi mumkin, opa-singillarimiz bo'lishi mumkin. Ana shunday odamlar uchun ham bizda granitsa uchun mashina topiladi. Agar konsultatsiyaga kerak bo'lsa, do'stlar, bemalol mana shu nomerlarga telefon qilasiz. Reyestrdamisiz, kreditingiz bormi? Bundan boshqa xullas yana ko'pchilikda masalan судебный pristavga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, qarzini vovвремя masalan to'lamaysiz, davlat sizni sud orqali pristavga olib qo'yadi. Bu degani davlatdan, Rossiyadan siz chiqib keta olmaysiz. Sizga taqiq qo'yib qo'yadi. Agar bunday masalan taqiqlar bo'lishi mumkin. Boshqa xullas do'stlar, konsultatsiya bemalol telefon, granitsa taksi bo'yicha xullas do'stlar biz bilan bemalol bog'laning. O'zbekistonga ketib kelmoqchimisiz, bormoqchimisiz? Mana shunday do'stlar, mana Panorammontam ana shunday mashinalardan даже xizmat ko'rsatishimiz mumkin sizga. Taksi xizmati bo'yicha bizga bemalol murojaat qiling.
Nomerlarimiz esa постоянно siz uchun ishlab turadi. O'zbekistonga ketish, kelish, Qozog'iston, Moskva, Qozog'iston taksi xizmatlari bo'yicha do'stlar. Shuning uchun maksimalniy like, podpiska bosing do'stlar. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Obyektda do'stlar hammangizni kutaman. O'ziga ishongan jaydar yigitlar bo'lsa, bemalol keling, pulini javob. Omon bo'ling.